qanday qilib sotuv bo'limini qurish orqali kompaniyamiz sotuvini $170,000 dan $350,000 ga ko'tardik. Ya'ni qo'shimcha $180,000 daromad. Aynan bu videoda men sizga buni qanday qilib bajarganimizni, ya'ni qilganimizni qadamma-qadam ko'rsatib beraman. Agar meni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, ismim Anvar Baxtiyorov, Masshtab kompaniyasining asoschisiman. Bu kompaniyada biz kichik va o'rta biznes egalariga daromadlarni, ya'ni sof foydalarni oshirishga yordam beramiz. Bundan tashqari men Supermiya kompaniyasida CEO lavozimida ishlayman, ya'ni barcha qarorlarni va barcha bo'limlarni shaxsan o'zim boshqaraman va aynan Supermiya kompaniyasi misolida qanday qilib sotuvlarimizni $170,000 dan $350,000 ga birgina sotuv bo'limini to'liq qurish orqali ko'targanimizni sizlarga bu videoda qadamma-qadam tushuntirib beraman. Endi har bir qadamni sizlarga tushuntirib berishimdan oldin, ya'ni sotuv bo'limini qurish qadamlarini tushuntirib berishimdan oldin, o'zi bizning biznesimiz qanaqa ishlaydi? Ya'ni qaysi biznes modelda va qaysi variantda ishlaydi, shuni tushuntirib bersam. Bizda ta'lim onlayn. Ya'ni biz onlayn maktab xotirani rivojlantirish orqali qanday qilib istalgan narsani eslab qolish bo'yicha darsliklar sotamiz va bizda qanaqa variantda ishlaydi? Biz birinchi o'rinda tepadan keladigan bo'lsa, odamlarni vebinarga chaqiramiz. Ya'ni bizi konverterimiz bu webinar. Odam, ya'ni kelgan potensial mijozlarni sotuvga aylantirib beradigan qismi bu webinar. Buning uchun biz nima qilamiz? Odamlarni bitta joyga webinar uchun yig'amiz. Ya'ni Telegramga obunachilar yig'adi. Ikkinchisi, Telegramga yig'ilgan obunani biz nima qilamiz? Webinarga olib kiramiz. Ya'ni yig'ilgan odamlar webinarga kiradi. Webinarga kirgandan keyin ularga biz o'zimizni mahsulotimizni tanishtiramiz, ya'ni prezentatsiya qilamiz va ular qiziqish bildirib zaifga qoldiradi. Va kelib tushgan zaifliklar bilan sotuv bo'limi ishlab bizga sotuv olib keladi. Endi nima uchun bizda oldin sotuvimizni oshira olmaganmiz? Ya'ni bir necha oy davomida sotuvimiz 150,000, 170,000 atrofida qolgan. Va bunga asosiy sabab bizda sotuv bo'limining yetarlicha emasligi. Ya'ni oldin ham bizda marketing tomon zo'r ishlagan, ya'ni ko'p zaifkalar kelib tushgan. Lekin sotuv bo'limi uni o'z vaqtida bog'lanishga va sotuvga aylantirishga ulgurmagan. Shuning uchun men sotuv bo'limini qurishga qaror qabul qildim va jamoamiz bilan bir oy ichida 0 dan 30 ta sotuvchini sotuv bo'limiga jalb qildik va sotuv bo'limini qurdik. Va aynan bu videoda men sizga hozir shuni qadamma-qadam qanaqa qilganimizni tushuntirib beraman. Endi farqi yo'q siz qanaqa biznes bo'lishidan qat'iy nazar. Siz bo'lishi mumkin, misol uchun ishlab chiqarish, siz o'quv markazi bo'lishingiz mumkin, siz salon bo'lishingiz mumkin, siz texnik avtomobillarga texnik narsalar sotadigan biznes bo'lishingiz mumkin. Umuman qisqa qilib aytadigan bo'lsak, qaysi biznesda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizga sotuv bo'limi kerak. Ya'ni biznes aylanasi bu. O'zi qachon biznes o'sadi? Birinchi o'rinda siz biznesingizni keyingi darajaga olib chiqish uchun biznes aylanasini yaxshi tushunib olishingiz kerak. Biznes aylanasi nima degani? Biznes aylanasi. Birinchi o'rinda biznesni aylanasi bu reklamadan boshlanadi. Reklama nima degani? Ya'ni odamlar sizni borligingiz haqida bilish kerak. Yoki odamlar sizni mahsulotingiz haqida bilish kerak. Agar sizda o'quv markazi bo'lsa, o'quv markazingiz borligini bilish kerak. Agar sizda kiyim magazin bo'lsa, kiyim magaziningiz borligi haqida bilish kerak. Agar sizda go'zallik saloningiz bo'lsa, go'zallik saloningiz borligini odamlar bilishi kerak. Agar sizda bank bo'lsa, siz bankingiz borligini odamlar bilishi kerak. Ya'ni sizni borligingiz yoki sizni produktingiz borligini odamlar bilishi kerak. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Uni ko'proq odamlarga reklama qilishimiz kerak va tanitishimiz kerak. Hozirgi kunda siz to'g'ridan-to'g'ri reklama qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam hozirgi kunda content marketing orqali ham, ya'ni Instagramda, YouTube'da va boshqa joylarda ko'p pul sarflamasdan ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zingiz borligingizni va produktingiz borligini ko'rsatsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, bu odamlar sizni tanigandan keyin ularni biz potensial mijozlarga aylantirishimiz kerak. Potensial mijoz degani zaifka. Ya'ni ularni o'zimiz mahsulotimizni tanishtirish orqali qiziqish uyg'otib, ularni bizga kontaktini olishimiz kerak. Bu zaifka. Ya'ni oddiy tilda hammamiz bilamiz. Keyingisi, kelib tushgan zaifkalarni biz sotuvga aylantirishimiz kerak. Ya'ni biz ularga telefon qilib yoki yozib kelib tushgan potensial mijozlarning zaifkalarini biz sotuvga aylantirishimiz kerak. Va oxirgi qadam bu xuddi shu narsani takrorlaymiz. Qaytarish yoki bo'lmasam takrorlash. Biz bitta ishimiz mana shu aylanani, ya'ni odamlar biz produktimiz, biz mahsulotimiz borligini odamlarga ko'rsatamiz, bildiramiz, keyin ularni potensial mijoz qilib zaifka kontaktini olamiz va uni sotuvga aylantiramiz
Ya'ni telefon qilib bog'lanib ularni sotuvga aylantiramiz va mana shu narsani qayta takrorlash orqali siz biznesingiz oshadi. Ya'ni oldin siz 1000 ta odam bilgan bo'lsa, siz 10 ming ta odam bilsa, demak, mana misol uchun siz oldin 1000 ta odam bilgan, 1000 ta odamdan 10 tasi sizga qiziqish bildirib zaiflik qoldirgan, 10 tadan 2 tasi sotib olgan. Va siz misol uchun 100 dollardan sotsangiz 200 dollar daromad qilgansiz. To'g'rimi? Endi nima bo'ladi? Agar siz 10 ming ta odam bilsa, sizda 100 ta zaifga tushadi. 100 ta zaifgadan 20 ta sotuv bo'ladi misol uchun. Va 20 tadan siz daromadingiz 100 dollardan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 10 barobarga 2000 dollarga oshadi. Va shu narsani qayta, ya'ni qanchalik ko'p sizni odam tanishi, qanchalik ko'p potensial mijozga kelgandan keyin shunchalik ko'p sotuv bo'ladi. Va bizning kompaniyada potensial mijozlar soni juda ham ko'p, lekin ular bilan bog'lanib sotuvga o'tkazadigan sotuv jamoasi kam bo'lgan, ya'ni yetarlicha bo'lmagan. Ya'ni mana shu qismni to'g'rilash maqsadida men sotuv bo'limini qurishga qaror qabul qilganman. Va endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, sotuv bo'limini qurishda birinchi bosqich bu kandidatlarni jalb qilish. Kandidatlarni jalb qilish. Misol uchun bizda Superman kompaniyasining asoschisi bu Davron Turdiyev, ya'ni meni hamkorim, ustozim, sherigim. Biz birgalikda mana shu kompaniyani boshqaramiz. Va u yoqda bizni sotuv bo'limimizga kandidatlarni qanaqa qilib jalb qilganmiz desak, birinchi o'rinda biz Davron Turdiyevni shaxsan o'zlarini ijtimoiy tarmoqlaridan, ya'ni ularni taniydigan, ularni biladigan, ularga ishonadigan, ularni ustoz deb biladigan insonlarni birinchi o'rinda jalb qilganmiz. Agar sizda boshqacha biznes bo'ladigan bo'lsa, deylik, qurilish, boshqa umuman ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy brendsiz bo'ladigan bo'lsa, siz misol uchun har xil joylarda e'lon berish orqali, Telegram kanalida, OLXda, Headhunter.uz, ya'ni o'zida vakansiyalar e'lon qiladigan saytlarda e'lon qilishingiz mumkin va kandidatlar jalb qilishingiz mumkin. Ya'ni sotuv bo'limini jalb qilishda sotuv bo'limi qurishning birinchi qadami bu kandidatlarni jalb qilish. Endi ikkinchisi bu saralash testdan o'tkazish. Ikkinchi qadam saralash testidan o'tkazish. Mana shu qadamda juda ham ko'pchilikda qiladigan xatosi bor. Ya'ni kandidat jalb qilgandan keyin ular bilan sirasiz suhbat uyushtiradi. Ya'ni mijoz keldi, mijoz emas, kandidat keldi va kandidat bilan to'g'ridan to'g'ri suhbat qilishadi. Va bu narsani biz ham qilganmiz va bu nima uchun xatoligini sizga tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, bitta kandidat keldi. Siz u bilan suhbat qildingiz. Siz yarim soat vaqtingiz keldi. Ya'ni yaxshi suhbat qilishingiz uchun, u sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi bilishingiz uchun siz kamida yarim soatdan 1 soatgacha uni suhbat qilishingiz kerak. To'g'rimi? Endi tasavvur qiling, siz yarim soat, 1 soat suhbat qildingiz, lekin 10 ta odamdan 2 tasi sizga to'g'ri, 8 tasi sizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni 8 ta odamga sarflagan vaqtingiz sizga bekorga ketadi. Qanday qilib buni misol uchun vaqtimni tejab qolsam bo'ladi? Qanday qilib qisqa muddat ichida? Ya'ni yuqorida ham aytdim, 30 kun ichida biz 30 ta sotuv jamoasidan iborat sotuv bo'limini qurdik. Bu qisqa muddat va siz to'g'ri qilishingiz kerak. Ya'ni qisqa muddat sotuv bo'limi qurish uchun hamma joyda o'zingiz vaqtingizdan to'g'ri unumli foydalanishingiz kerak. Biz suhbat qilmasdan saralash testidan o'tkazganimiz sababi agar u testdan o'tadigan bo'lsa, hozir qanaqa testligini sizga tushuntirib beraman. Agar u testdan o'tadigan bo'lsa, menga suhbatga kirgandan keyin, ya'ni testdan o'tgan inson suhbatga kiradigan bo'lsa, 10 tadan 2 ta emas, 10 tadan 8 ta odam endi bizda suhbatimizdan o'tishni boshlaydi. Nimaga? Chunki biz saralash testida ikkita narsa bo'yicha test qilamiz. Birinchisi bu problem solving. Problem solving degani bu muammoni hal qilish ko'nikmasi. Qanchalik muammolar o'zi hal qila oladi. Chunki sotuv paytida sizda har xil holatlar bo'ladi. Misol uchun mijoz e'tiroz bildiradi. Siz bu yoqda u e'tirozdan kelib chiqqan holatda muammoni hal qilishingiz kerak. Yoki bo'lmasa mijozda bilan janjalli holat bo'lishi mumkin. Yoki nimadir qilish kerak. Ya'ni qanaqadir sotuv jarayonida qanaqadir muammo chiqsa, uni o'zi hal qila olishi kerak. To'g'rimi? Agar bu narsani o'zi hal qila olmasa, demak u oxir oqibat sizga daromad olib kelmaydi, foyda olib kelmaydi va u sotuvchida bilan ishlashingizdan sizga foyda yo'q. Shuning uchun birinchi o'rinda uni problem solving skilli, qobiliyati qanaqaligini tekshirishingiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilib tekshiramiz deydigan bo'lsangiz, problem solving skilli siz matematik ko'nikmalari qanchalik yaxshilangan, ya'ni u raqamlar bilan qanchalik ishlay oladi, shu orqali tekshirishingiz mumkin. Chunki raqamlar bilan yaxshi ishlaydigan, ya'ni matematikani ozgina bo'lsa ham fundamental bilimlarni yaxshi biladigan inson problem solving skill, ya'ni muammolarni hal qilish qobiliyati ancha yuqori bo'ladi. Bu olimlar tomonidan tasdiqlangan, bemalol tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun biz birinchi o'rinda problem solving skillini uni matematik raqamlar bilan qanchalik ishlay olishi orqali tekshirib olamiz. Ikkinchisi bu IQ
darajasi. Ya'ni uni IQ darajasi qanchalik yuqori. Shuni tekshirish maqsadida biz IQ testidan o'tkazamiz. IQ testini siz o'sha internetdan, Googledan qidirib topishingiz mumkin va eng osonidan qiyinga qarab turib, IQ testlarini shu kandidatlarga kelgan sotuv jamoasiga qo'shilmoqchi bo'lgan kandidatlarga berishingiz mumkin. Bunaqa testlar, problem solving tayyor shablonlarni men o'zim Telegram kanalimda berib boraman va pastda havola bo'ladi. Shu havola orqali o'tib Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin va hamma shunaqa materiallarni bepulga olishingiz mumkin. Demak, biz kandidatlar jalb qildik. Agar sizda shaxsiy brendingiz bo'lsa, shaxsiy brend orqali jalb qilasiz. Agar sizda misol uchun umuman ijtimoiy tarmoqlarda yo'q biznes bo'ladigan bo'lsa, nima qilasiz? Vakansiya beradigan platformalardan headhunter.uz, OLX yoki bo'lmasam Telegramda juda ham ko'plab e'lon beradigan kanallardan jalb qilishingiz mumkin. Va kelgan kandidatlarni biz birinchi o'rinda suhbat qilmaymiz. U bilan biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda saralash testidan o'tkazamiz. Saralash testi deganda problem solving skillini tekshiramiz va IQ darajasi qanchalik yuqoriligini tekshiramiz. Uchinchi qadam suhbat. Biz testdan o'tkazganimizdan keyin u bilan suhbat qilishni boshlaymiz. Suhbat. Endi biz problem solving skillidan o'tgan, IQ darajasini yaxshi yechgan insonlarni suhbat qilganimiz hisobiga bizda suhbat paytida yaxshi javob beradigan, muammolarni o'zi hal qila oladigan va tez o'rganuvchi insonlar sizga yig'iladi. Chunki ular problem solving va IQ testidan o'tdi. IQ testini yaxshi ishlagan inson istalgan narsani tez ishlay oladi. Demak, uchinchi qadam bu suhbat. Suhbat paytida siz nimalarni tekshirishingiz kerak? Uni bilim darajasi, ko'nikmasi, qanchalik misol uchun sizni kriteriyalarıngiz to'g'ri keladi. Birinchi o'rinda juda ham ko'pchilik to'g'ri, mana agar sizda sotuv bo'limi qurish bilan yoki bo'lmasa sotuvchi topish bilan muammo bo'lsa, demak sizga qanaqa sotuvchi kerakligini katta ehtimol bilan bilmaysiz. Ya'ni biz nima qilamiz? Mijoz portretini tuzamiz, to'g'rimi? Mijoz portretini tuzamiz. Biznesimizda biznes boshlashdan oldin yoki bo'lmasa mahsulotimizni sotishdan oldin nima qilamiz? Biznes mijoz portreti deymizda, uni tuzib olamiz. Ya'ni muammosi, og'riqlari, nima xohlaydi, necha yosh bo'lishi kerak, yoshi, misol uchun jinsi, qayerda yashaydi. Ya'ni biz nima qilamiz? Mijozni portretini chizib olamiz. Endi siz ham sizga to'g'ri keladigan odamni olishingiz uchun o'zingizga, ya'ni suhbat paytida sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi bilishingiz uchun siz sotuvchi portretini tuzib olishingiz kerak. Sotuvchi portreti. Ya'ni sotuvchi portreti yoshi nechida bo'lishi kerak? Qanaqa? Ayol kishimi, erkak kishimi yoki farqi yo'qmi? Qaysi biri? Ya'ni jinsini aniqlashingiz kerak. Yoshi qanchadan bo'lishi kerak? Misol uchun sizga 15-16 ham bo'ladimi yoki sizga 20 yoshdan yuqori kerakmi? Yoki bo'lmasam sizga misol uchun 35-40 yosh ham bo'ladimi yoki faqat sizga 30 yoshgacha kerakmi? Ya'ni yoshni deylik, misol uchun 20 yoshdan menga 30 yoshgacha kerak. Endi oldin sotuvda ishlagan bo'lish kerakmi, ishlamagan bo'lsa ham bo'ladimi? O'rgatib ola olasizmi? Ya'ni ishlagan, ishlamagan. Ya'ni umuman xulosa qilib aytadigan bo'lsangiz, sizga qanaqa sotuvchi kerak? Sotuvchining portretini tuzib olishingiz kerak. Bizda mana uchinchi qadam biz suhbat o'tkazganmiz. Suhbat davomida bizning kriteriyalarimiz to'g'ri keladimi, yo'qmi buni aniqlaganmiz. Ya'ni bizda ishlash uchun nima bo'lishi kerak? Kamida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi kerak. Oldin sotuvda ishlagan bo'lishi kerak yoki bo'lmasam sotuv qobiliyatlariga ega bo'lishi kerak. Odamlar bilan xushmuomala gaplasha olish kerak. Qiyin vaziyatlarda misol uchun mijoz bilan konflikt holatlarda to'g'ri kompaniyaga ziyon keltirmaydigan, ya'ni kompaniyaga noto'g'ri obro'siga ta'sir qilmaydigan holatda, mijozga to'g'ri tushuntirgan holatda, mijozni o'ylagan holatda chiqish kerak, vaziyatdan chiqish kerak. Ya'ni problem solving kerak, kuchli bo'lish kerak. Va o'rganuvchan bo'lish kerak. Ya'ni sizga o'rgatgan narsani tez qabul qilib ola olish kerak. Mana shu narsalarni biz suhbat jarayonida tekshiramiz. Endi 3-qadam suhbat jarayoni o'tgandan keyin bizda 4-qadam boshlanadi. Bu treyning. Bitta narsani bilish kerak. Sotuv bu sportga o'xshaydi. Ya'ni sportda misol uchun siz shaxmat o'ynamasdan yursangiz, 1 yildan keyin shaxmat o'ynashda kuchsiz bo'lib qolasiz. Yoki bo'lmasam zalga chiqib shug'ullansangiz, chiroyli qomatga ega bo'lingiz, agar 1 yil yoki yarim yil sotuv zalga chiqmasangiz, sport zalga chiqmasangiz, sizda o'sha orqaga qaytishni boshlaydi proses. Yoki bo'lmasam futbol o'ynamasdan 1 yil yurib, keyin futbol o'ynaydigan bo'lsa, sizda o'ynash darajasi tushib ketadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ya'ni agar sotuvchini har kuni trening qilib bormasangiz, uni o'qitmasangiz, o'rgatmasangiz, e'tirozlar bilan yechishni, prezentatsiya qilishni, sotuvni yopishni, to'g'rimi, ehtiyojlarni aniqlashni o'rgatmaydigan bo'lsangiz,
sizni sotuvchingiz yaxshi sotmaydi va bu kompaniyaga daromad keltirmaydi. Shuning uchun biz 2 hafta davomida sotuvchilarni trening qildik. 2 hafta davomida va trening davomida nimalarni o'rgatdik. 2 hafta davomida nimalarni o'rgatdik? Birinchisi, men bitta yozaman, tushunarli bo'lishi uchun. Birinchisi bu mijoz bilan qanaqa tanishish? Qanaqa tanishish kerak? Qanaqa salomlashish kerak? U siz qaysi kompaniyani telefon qilayotganini qanaqa qilib tushuntirish kerak? Ya'ni birinchi o'rinda tanishishni. Ikkinchi qadam ehtiyoj aniqlashni. Ya'ni telefon qilgandan keyin unga sota olish uchun, endi uni e'tirozlarini yechish uchun sotuvchi ehtiyojlarini aniqlashni bilishi kerak. Ya'ni nima muammosi bor, nima uchun qiziqish bildirdi siz produktingizni, mahsulotingizni sotib olishga, to'g'rimi? Nima og'riqlari bor? Mana shular bilish maqsadida ehtiyojni aniqlash qismini o'rgatamiz. Ya'ni bizda misol uchun supermarket kursi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun qiziqish bildirdi, nimani eslab qola olmayapti, nima muammolari bor, nima uchun unga kerak. Ingliz tilidan necha olmoqchi, IELTSdan ingliz tilidan qanaqa darajaga chiqmoqchi yoki IELTS balini nechaga ko'tarmoqchi, nima uchun chet elga ketmoqchi. Ya'ni ehtiyojlarini aniqlaymiz. Va bu narsa unga qanchalik kerak. Uchinchi qadam prezentatsiya. Ya'ni mahsulotingizni foyda taraflari, xususiyatlari, kimlarga to'g'ri keladi, narxi qancha, u mijozga qaysi tarif to'g'ri keladi, qaysi narx to'g'ri keladi. Shularni chiroyli qilib prezentatsiya qilib, ya'ni tushunarli va oddiy, sodda tarzda tushuntirib bera olish kerak. 4-qadam bu e'tirozlar bilan ishlash. Ya'ni istalgan produktni sotishda mijozda e'tirozlar bo'ladi. Qimmat ekan, o'ylab ko'raman, keyin telefon qiling, turmush o'rtog'im bilan maslahatlashib ko'raman, narxi qimmat ekan yoki bo'lmasam pulim yo'q. Bularning hammasi e'tirozlar. Agar sotuvchi bu e'tirozlarni yechishni bilmasa, siz demak sotuv qila olmaysiz. Shuning uchun biz nima qilganmiz? E'tirozlar, har bitta e'tiroz qimmat, o'ylab ko'raman, keyin sotib olaman, maslahatlashib ko'raman. Har bitta e'tiroz bilan qanaqa ishlash kerakligini sotuvchiga o'rgatganmiz. Va 5-qadam bu sotuvni yopish. Agar siz tanishni o'rgatdingiz, ehtiyojni aniqlashni o'rgatdingiz, to'g'ri prezentatsiya qilishni o'rgatdingiz, e'tirozlar bilan ishlashni o'rgatdingiz, lekin sotuvni yopishni nima degani? Mijozdan pulni olish. Agar mijozdan pulni olishni o'rgatmaydigan bo'lsangiz, bu tepada qilganlarning hech qaysining foydasi yo'q. Shuning uchun 5-qadam qanday qilib mijozdan pulni olishni o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Va aynan sotuv bo'limi qurish jarayonida va aynan mana shu trening qismida mana shu 5 ta qism bo'yicha to'liq ichkariga kirganmiz. Ya'ni kirib o'rgatganmiz. Bundan tashqari yanada jarayonni osonlashtirish uchun Amo CRMda qanaqa ishlash, ya'ni mijozlarni bazalari bilan qanaqa ishlash kerakligini ham o'rgatganmiz. Demak, trening qismida aynan shu sotuv bilimlarini o'rgatishingiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz produkt bilimlarini. Ya'ni mahsulotingiz nima foydasi bor, nima xususiyatlari bor, mijozlarga nima beradi, qaysi muammoni yechadi, qaysi og'riqni yechadi, kimlarga to'g'ri keladi. Ya'ni birinchisi bu sotuv bilimlari bo'lsa, ikkinchisi bu mahsulot bilimlari bo'lishi kerak. Ya'ni 2 hafta davomida biz 1 hafta sotuv bilimlari, 1 hafta mahsulot bo'yicha bilimlarini o'rgatganmiz sotuvchilarga. Demak, 4-qadam o'tdi trening qismi. 5-qadam bu bizda imtihon. Ya'ni siz bo'lib suhbat qildingiz, ya'ni sizga to'g'ri keladigan kandidatni jalb qildingiz, suhbat qildingiz, trening qildingiz, bu degani sotuvchi tayyor degani emas. Ya'ni uni sotuvga qo'yadigan bo'lsangiz, u sizga sotib beradi, ko'plab daromad olib keladi kompaniyaga degani emas. Uni qanchalik trening jarayonida bilimlarni o'zlashtirganligi yoki bo'lmasa o'zlashtira olmaganligini bilishingiz kerak. Buning uchun biz imtihon qildik va imtihon ham 2 ta turda 2 xil bo'ladi. Birinchisi bu test. Ya'ni 30 ta 40 ta 50 ta savoldan iborat test bo'ladi va ular variant belgilaydi. Ya'ni o'zining javobini belgilaydi. Birinchi qadam bu shu. Ya'ni agar u testdan o'ta olmasa, demak ikkinchi qadam bo'lgan suhbatli imtihonga ham o'ta olmaydi. Ya'ni imtihon deganda birinchisi test va imtihon, ikkinchisi suhbat orqali, ya'ni har sotuv bo'limining rahbarining o'zi har bitta sotuvchi bilan nima qiladi? Suhbat qiladi. O'rgatgan narsalari bo'yicha, ya'ni ehtiyojni qanaqa qilib aniqlaysan yoki bo'lmasa mana shu mahsulotni sotib ko'rgan, deylik, mana shu markerni menga sot. Marker 20 ming so'm deb sotmoqchi bo'ladi sotuvchi. Yo'q, qimmat, men olmayman, o'ylab ko'raman, maslahatlashib, ya'ni qanchalik o'sha e'tirozlarni yechish, ehtiyojni aniqlash, prezentatsiya qilish, sotuvni yopish qobiliyatlarini yoki bo'lmasa produktni marker nimadan ishlab chiqarilgan, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa bizning supermarket kursimiz supermarket 3-moduli nima? Qanaqa natija beradi? Xuddi shunaqa tarzda
suhbatlashish orqali biz uni imtihonni o'tkazamiz. Demak, imtihon xulosa qiladigan bo'lsak, imtihon jarayoni ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchisi test imtihoni va ikkinchisi suhbat orqali imtihon. Qancha hamma o'rgatgan narsani qaytadan so'raymiz va qanchalik o'zlashtirgan yoki o'zlashtirmaganini aniqlaymiz. Demak, 5-qadamdan keyingisi bu 6-qadam bizda sinov muddati va praktika. Sinov muddati. Yana bir marta qaytaraman. Siz kandidatlarni jalb qildingiz, ularni saralashdan o'tkazdingiz, ularni suhbat qildingiz, trening 2 hafta davomida trening qildik, imtihon qildik. Ya'ni imtihonni o'tkazdik, test va suhbatdan o'tkazdik. Bu degani bu ham hali biz bilan ishlashga tayyor degani emas. Bu degani bu sotuvchi bizga to'g'ri keladi va ko'proq daromad olib keladi degani emas. Biz nima qilishimiz kerak? Uni sinov muddatida ishlatib ko'rishimiz kerak. Ya'ni jarayonda, praktika jarayonida, rostdan ham mijoz bilan gaplashish jarayonida qanchalik bu o'z bilimlarini ishlata oladi va kompaniyaga daromad olib kela oladi. Shuning uchun biz 1 haftadan 2 hafta davomida sinov muddatini qo'yganmiz. Kimdir misol uchun 1 haftadan keyin sinov muddatini o'ta olmasdan xayrlashganmiz, kimdir 2 haftadan keyin. Va 6-qadam, 7-qadam, 7-qadam bu ishga qabul qilish. Ishga qabul qilish. Ana endi siz o'sha sotuvchini o'zingizga korxonangizga qabul qilib, doimiy tarzda uni ish bilan ta'minlashingiz mumkin va sotuvga qo'yishingiz mumkin. Ya'ni kandidatlar jalb qildik, saralashdan test o'tkazdik, saralash qismida problem solving, ya'ni muammoni qanchalik yecha olish, matematik qobiliyatlari orqali, ya'ni matematikani qanchalik, raqamlar bilan qanchalik ishlay olishini bilish orqali va IQ testi orqali uni sinovdan o'tkazdik. Undan keyin suhbat qildik har bir bilan. 4-qadam trening o'tkazdik. Trening 2 hafta davomida ikkita narsa o'rgatilgan. Birinchisi sotuv ko'nikmalari, ikkinchisi mahsulot bo'yicha. Ya'ni siz mahsulotingiz nima bo'lsa, o'shani o'rgatasiz. Biz o'zimiz Supermiya kursini ichida qanday foydalari bor, xususiyatlari bor, necha pul narxi, kimlarga to'g'ri keladi va qaysi muammolarni yechadi, shuni o'rgatganmiz. Va keyingi qadam imtihon. Imtihon ham ikkita qadamda bo'ladi. Birinchisi test, ikkinchisi suhbat. Testni yechadi, testni zo'r yechganlar suhbatga o'tadi. Va 6-qadam sinov muddati. Ya'ni 1 haftadan 2 hafta davomida u real praktikada ishlaydi, qanchalik e'tirozlarni yecha oladi, qanchalik prezentatsiya qila oladi, qanchalik ehtiyojlarni aniqlay oladi, qanchalik u kompaniyaga sof daromad olib kela oladi, ya'ni tushum olib kela oladi, buni tekshiramiz va oxirida 7-qadamda biz ishga qabul qilsak bo'ladi. Agar siz ham o'zingizning biznesingiz bo'lsa, aynan mana shu 7 ta qadamdan foydalanish orqali o'zingiz sotuv bo'limingizni qursangiz bo'ladi. Sotuv bo'limi qurish deganda misol uchun biz 30 ta qurdik, 30 ta sotuvchi. Bu degani siz 2 ta, 3 ta, 5 ta sotuvchi kerak bo'lsa ham aynan shu ketma-ketingdan foydalansangiz bo'ladi. 100 ta kerak bo'lsa ham aynan shu ketma-ketingdan foydalansangiz bo'ladi. Juda ham katta yordam beradi. Agar qaysidir savollaringiz, qaysidir qism bo'yicha sizning savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men har birini o'zim o'qib chiqaman va keyingi videolarda aynan sizning savolingizga javob berishga harakat qilaman. Bundan tashqari, har bir jarayon bo'yicha men doimiy tarzda Telegram kanalimda berib boraman. Ya'ni hozir nima ish bilan shug'ullanyapman, qanaqa instrumentlardan foydalanyapman biznesimizni oshirish uchun Telegram kanalimda ulashib boraman va qo'shimcha materiallarni aynan shu Telegram kanalda berib boraman. Shuning uchun pastda havola bo'ladi, kirib obuna bo'lishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.